Bu videoda sizlar bilan e'lonlar bo'limini ko'rib chiqamiz. E'lonlar bo'limi. Bu bo'limning vazifasi sizning barcha birjalarga joylashtirgan e'lonlaringizni bitta joyda jamlab ko'rsatib berish va ularni mana shu joydan boshqarish. Ya'ni boshqarish deganda qanaqa? Masalan, ba'zi bir sun'iy intellekt rad etgan e'lonlaringiz bo'lsa, agar ko'payib ketgan bo'lsa, ularni o'chirib yuborishingiz mumkin. Yoki masalan, faol e'lonlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bir korxonangizdan boshqa korxonangizga o'tkazishingiz ham mumkin. Buning uchun masalan, barchasini tanlashni bosib, bu yerdan korxonalararo yoki birjalararo ham o'tkazishingiz mumkin. Ya'ni siz bu joydan e'lonlaringizni bitta korxonadan ikkinchi korxonaga yoki bitta birjadan ikkinchi birjaga ham o'tkazishingiz mumkin. Masalan, sizni UzXda tayyor tovarlaringiz e'lonlaringiz bo'lsa, ularni boshqa birjaga, masalan, XT xaridga yoki e-birjaga, Corporation'ga o'tkazishingiz mumkin. Yoki tayyor tovarlaringiz bo'ladigan bo'lsa, masalan, MCJingizda kamroq soliq to'lanadigan YTTga mana shu joyni o'zidan tanlab turib o'tkazib yuborishingiz mumkin. Bu albatta biz tarafimizdan bajariladi. Buni biz sizni kompyuteringizga vazifa yaratgan holatda sun'iy intellektga nazoratga topshiramiz va u nazorat qilgan holatda sizni tovarlaringizni tekshirib, o'sha qo'yilish jarayonini qanday ketayotganligini tekshirib turadi. To'xtab qoladigan bo'lsa, kelgan joyidan davom ettiradi va hokazo. Shuning uchun bular hammasi avtomatik bir zumda bo'lmaydi. Masalan, bir kunda 500 ta tovarni, 500 ta e'lonni ko'chirishi mumkin o'rtacha. Agar boshqa birjalarga, masalan, e-birja yoki Corporation'ga bo'lsa, uni tezroq ham qilsa bo'ladi. E'lonlar bo'limining asosiy vazifasi shu. Shuningdek, bu joydan Excelga yuklab olishingiz mumkin yoki yangilash orqali o'sha statusini ham tekshirib turishingiz mumkin e'lonlaringizni, ya'ni opublikovanmi yoki rad etilganmi. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana bu tovar masalan, moderatsiyadan rad etilgan edi boya. Uni sun'iy intellektimiz to'g'irlab qaytadan yubordi va mana hozir ko'rib turibsizlar, opublikovan bo'ldi. Mana bu tovar ham, planshet ham faol va bu joydan muddati tugaganlarini o'zingiz tanlab turib, mana shularni uzaytirib ham yuborishingiz mumkin. Yoki agar uzaytirish, qayta joylashni bosadigan bo'lsangiz, umumiy hamma muddati o'tgan tovarlaringizni qaytadan uzaytirish boshlanib ketadi, protsessi boshlanib ketadi. Keyingisiga bosish orqali keyingi sahifalarni ham ko'rishingiz mumkin. Birato'la taklif so'rovini ham tushuntirib ketaman. Xabaringlar bo'lsa, mana UzXda mana bu joyda taklif so'rovi degan bo'lim qo'shilgan, lekin bu joyda filtrlar uncha yaxshi ishlanmaydi. Shuning uchun biza bu joydagi lotlarni, bo'layotgan savdolarni bitta joyga yig'gan holatda mana shu bo'limda ko'rsatib beriladigan qildik. Hozircha e'lonlar va taklif so'rovi bo'limi bo'yicha mana shu ma'lumotlar bor. Agarda kimda savollar bo'ladigan bo'lsa yoki takliflar bo'ladigan bo'lsa, videoni tagida izohlarda bemalol yozib qoldirishinglar mumkin.